漫画偉人物語。名もない草花虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。Ninomiya Kinjoro bundan 190 yil ilgari tug'ilgan. Chadaq bo'ldi, to'sma buzildigan bo'ldi. Qatar ichida qoldi. So'rni bag'asi yo'qlab ketadi-da, tizra to'p tashib o'tkab kelaylik. Tez, til bulaylik. Kinjoro 13 yoshga kirgan yili Sagamidan eqib o'tadigan Kojo daryosining to'smasini kalkinib ketdi. Kinjoroning kenti zo'r buzg'unchilikqa uchirdi. Apa, qo'rqyaptimi? 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 Shamol to'xtatdi. Tomoki, endi qo'rqmagin. Qara, beliq tutsak bo'g'idek. Rosma, apa, beliq barkan. Dada, apa, endi yaxshi bo'ldi. Suv ishik oldimizga kelganda to'xtab qopdi. Bak yaxshi bo'ldi, dada. İlgirmi moşundaq ahvallar yüz bergəndi. O çağlarda mən aran 4-5 yaşlı bolsammı, amma menin qarşımda hazır ahvallarmı şu çağdakiga o'xshash edi. Ay, voy, nim degan chiqib yo'qman qo'shlar bu. Bu yo'g'on toshqa mutlashib ketdim. Bu toshlarni oqshom kelkin eqitib kelgan. O vaqt bo'lib qolganda bizning usullarimiz birdamdil yo'q bo'ldi. Şal biz dehqonlarning jon saqlaydigan birdan-bir uzuqligimiz tursa, endi qanday qilamiz? Yaxshi boshqa yoqqa ko'chib ketaylik. Kelbin qo'rojoyimni vayron qilib atdi, chidog'im qolmadi. Bunda qilsak bo'lmaydi. Biz shal ehtizlarimizga maislarni ko'chirib oldik. Agar biz butun kentliklar ko'chib ketsak, undaqda biz bu qilig'imiz bilan ko'pchilik yuz kelalamdik. Riyobon efendi, shundoq zo'r tabiiy ofatga uchirdik. Endi qanday qilsak bo'lar, ha? Bizning bu yezimiz her daim tabiiy ofatga uchrab turdi. 4-5 yilda bir qatim cho'ng kelkin keladi. Bu yilqidek ig'ir suv ofati haqiqatan oz ko'riladi. Sizmi bilmaysiz emas. Bizning bu yer azaldan shundoq. Shunga biz bir amal tepishimiz kerak. Nima amal bor? Hammamiz birlikda amal tepishimiz kerak. Shundaqmi ko'pchilik? Tez juma. Dada. Ikinchida. Qara, men paqa tutib oldim. Uni qo'yib bolam. Shundan keyin kishilar har kuni ketsa, tedinkin ko'p kelib toshlarni to'shib apitidi degandek so'zlarni qilib yuribdi. Chunki toshlarni yutkazsa ha? Tizimdeki taşlarını yuttu mu?
Shundaq yutibdi. Tetin gonko menga yordam qilibdi. Bak yaxshi bo'pti, bak yaxshi bo'pti. Bizmi qarab turmasak bo'lg'idek. Tetingo rostmi yo'q? Men jazman izlab boqay. Rostilla bor bo'lgan bo'lsa, u zot qanday odamdi? Ko'rib boqsam bo'ladi. Rostilla bor bo'ladigan bo'lsa, uning qiyofati jazman g'alita. Nimishqa odamga o'xshash harakat qiladi? O ihtimal. Dada, bu mening dadam-kan bu. Bu ish uzun qolmay, dadam og'rib qoldi. Ordiq yetib qolgan bo'lsa kerak. Endi navbat men keldi. Men dadamning o'rnida ko'pchilikka xizmat qilay. Butun kentdagi kishilar to'sma asosga kirishib ketdi. Kinjiromo ularning qatoriga qo'shilib bir kishilik kuch chiqarmoqchi bo'ldi. Ammo kichik bola qanchalik bir ish qila oladi deysiz? Topdim. Menga qiladigan ish bor ekan. Apa, men yenib keldim. Kinjiro. Hammasi tosmisi yo'q chiqjo'riq ekan-ku. Nima qilmoqchisan? Qaranglar, ko'nichi so'riqlar yig'ilib qopti. Rost, rahmat desak bo'ladi. Tetin Goko yordam qilibdi. Yaxshi, endi biz bu opani ishlatsak bo'ladi. Bo'lmasa uni yuz kilamaymiz. To'g'ri dedinglar. Tetin Goko bizga tashlanib yotgan berib qolmay, yana chiq cho'riqlarimizda yengilab qo'yibdi. Balkim Tetin Gokoning o'g'li yengilab qo'ygandir. Shundaqmi? Kinjiromiya yaxshi. Yaxshi ish qilibdi. Bir amal tepib, to'smini yasamaydigan bo'lsa, bizning kentimiz yana kelkin ofatiga uchraydi. Kinjiro har kuni ishga chiqqanda yoki ishdan tushganda to'smoq kelib qaraydi. Her günü tosmağa kelib turg'achqa, kanatdagi bolalar uningga tosma baqir rohib deb laqab qo'yib qo'ydi. Sen nemishqa her kuni tosmini ko'gil kelsa, ha? Men bir yaxshi amalni tepib tosmini mustahkamlashni o'ylab yurayman. Bundaq ishni kent boshlig'i bilan amaldorlar bir taraf qiladi. Deganimizga albatta to'g'ri, lekin bu yerda biz yashayotimiz emasmi? Şuna kentimizden özümüzge tayinib qo'ydimsak, kim bizga qo'g'dab beradi? Ko'chat sotdiman. Ko'chat elib olinglar. Ham yangi, ham tom ko'chat. Sen azroq ep qo'yamsan. Ammayman. Ha? To'g'ri, qarg'a yildizi to'smini mustahkamlaydi.
Hey, bundaq kichik hujjatlarni tiksak, necha 10 yildan keyin Arankaga keladi. Lekin bizning chorak daraxtlarni setib olgandek pulimiz yo'q-da. Shunga kichik hujjatlarni tiksak bo'ladi. Kenjironing irodasi kentkilarni ta'sirlantirdi. Uzun o'tmay ko'pchilik birlikda kuch chiqarib bir ko'rkam to'sma yasab chiqdi. Kenjiro cho'ng bo'lgandan keyin ismini Ninomiya Sonokoga o'zgartdi. U butun umrini kalkundan mudofaa ko'rish, davlatni gullantirish ishlariga beg'ishladi. Xalqning ko'ngliga pukkan Kenjironing obrazi ayni chog'dagi turmushi nihoyatda jafo mushaqqat ichida o'tayotgan dehqonlarga umid chirg'ib yangan edi. Bu Kenjiro uchun qo'llash edi. Bu xil ruh ayni chog'dagi Tetingonko ismli dadisining obrazidan kelgan. Ko'pchilik fursat chiqib qolsa, odaginchkidan yiqib o'tirgan Kojo daryosiga berib to'smini ko'rib yiqingan. Kenjiro tikkan qarg'ay ko'chatlari bugungi kunda qator-qator bo'lib chiroyli o'sib, to'smini qo'g'dab turibdi. Ko'pchilik jazman o'z ko'zinglar bilan ko'rib yiqingan. Bundan 150 yil ilgiriki hikoya. Naganoning qilin qarg'ayliq yo'lida bir odam dugdiyib ketayotdi. Ko'rishmagani uzun bo'pti mayni. Aka! Aka, she'r yozdigan ho'rin qaytib kelgan o'xshamamdi. Uyga yerib kelmagansan, yo'ldan o'tib ketib kirib chiqaydigansan, ha? Chiqib ket. Ket. Men qaytib keldim. Oxirgi umrimni yurtimda o'tkazay deb, shunga men qaytib keldim. Qildigan ishingni qilmay, dadangdan qapqagan yerni tatib olay debsan-da, qaysi yuzingni ko'tarib mushundaq quruq qo'l qaytib kelding? Bo'lmaydi. Mayni, uni qo'g'lab Aka degan bilanmi, ona boshqa akufka. U menga o'gay, uni qo'g'lab chiqa. Ket! Beya opam bilan ishimizdan akamga basik bo'lmaydi. Ozroqmi ya bo'lmasa, men qandoq mayat kechiralayman. Hay. Mayni, ko'nglingning yumshoqligini u bilib qolmasin. Hozir qaraganda shu bo'ram uchib turadigan bu uyda tishingni tishlab, havo illig'icha turib tursang bo'g'idek. Keyingi ishlarni keyin ko'mamsa, hozirgi ahvolda men bir narsa deyamayman. Amitabha. Kobayashi Issa Nagano naisida tug'ilgan bo'lib, 3 yoshida o'z opasi o'lib ketdi. Uning o'gay opasi Mayni ismli bir o'g'il tug'di. Issa ko'p xo'rliq tatidi. Issa balalik vaqtidan tatib azob oqibat tatishga boshlaydi. 14 yoshga kirgan yili u uydan chiqib ketib, Ido shahriga kelib, divonalardek jafo mushaqqat ichida yashaydi. U mushu mezgilda she'r yozishga kirishdi. She'r ijodiyati bilan shug'ullangan bo'lsa-mu, turmushi g'urbatchilikda o'tdi. Dard alam ichida yashagan Issa yashinib qoldi. Olqonchilik ya bo'lgan bo'lsa, bir tarafdan teriqchilik qilib, bir tarafdan she'r ijodiyati bilan shug'ullangan bo'lsa, yaxshi yo'latdi. Issa mana shu orzu tilak bilan yurtga qaytib kelgan edi. Mana bu uning eng cho'ng orzusi edi. Naganoning qarlari yog'di osmondan. To'g'ri, kona aloqalarimni yo'qlab kelay. Ularni ko'gim kelib qoldi. Hammasi yoshinib qolgandi balkim. Ras, u yaxshi niyat bilan kelmadi. Uning bilan qaring bo'lmasin. Ama. Mening gapimni unutib qolma. Hey, ama. Hey,
Sizlar Kuro akam bilan to'y ocham emasmi? Ha? İsa'nın ko'z oldiga birdilla balalik davridagi azob-oqibatlik kunlar keldi. Bu chog'larda uningga tasalli berganlar shular emasmidi? Çarpaqa g'ayrat qil. Uni yengilib qolma. Çarpaqa. Uni utib ol, Çarpaqa. Uni utib ol. Ha, g'ayrat qil. G'ayrat qil deymi? G'ayrat qil. Ha, yaxshi, g'ayrat qil. Keçirsiz. Kubayashi İsa Efendi muşu öyle olduran da. Efendi? Melike meşhur İsa Efendi davatımen. Meşhur Matihi? Ben diyen Jirahiye'den, yani İdo şehrinden geldim. İdo şehrinden? Sen bir yere nimqıqlı geldin. Mundaq gap. İdo şehirde İsa Efendi yazgan şehir karşı ilişkiye erişti. Uzundan beri ben onun şehirlerini tədqiq geldim. O hakikaten yaxşı yazdı iken, addi, uçuq. Bu şehirlerini qandaq yazgan boğuydu deb, İsa Efendi'nin özünden sonra edip geldim. Ben şunca Jirahiye'den öz bilen sözlüşe edip geldim. O bağımı, bağımı. Kuruq get. Hem de ben senden sonra bakay, şehir yazıp pul tapqılı bolandı, Pul demsiz, şehir diyen bir xil sanat. Pul tapqılı bolandı deb soralıttım ben. Pul tapqılı bolmaydı o. Sanatçılar adette naitin namrat yaşaydı. Derhal gözümde yo'qol. Cepa müşakkat, yalğızlık, zerikişlik. Cepa müşakkat, yalğızlık, zerikişlik. Endi tapdım, bu yerdiken. Bana bu şehrinin sırrı emasın. Siz kim bulursunuz? Gerek yok. Benim koluma mındaqlı düşüp kaldı. 4-5 yaşından başlap bağrı taş ögey apının qattiq xo'rlashib uchrab kelgan İsa. Onun xo'rliqiga chidamay yig'laydi. Japa mushaqqat, yolg'izlik dardida uningda she'r hissiyat paydo bo'lib, o'zi bilan birga yo'g'rinib ketgan edi. İsa butun zehnini she'r ijodiga bag'ishtirgan, yuragi siqilib dardini aytadigan yetapamagan bu shoir butun hissiyatini she'rlarga singdirgan edi. Turmushi qancha qattiqchilikda o'tkazsa, uning she'rlari shuncha yaxshi yozilgan edi. Bu bichara yana she'r yozib tutamazmi? Qaranglar, yana maynini japa qo'yibdi. Bu jon asqatmaniga naq ekan. Turmuş qancha qattiq bo'lgansiz İsa'ning she'ri shuncha yorqin, go'zal chiqadi. Shunga İsa'ning she'rlari ojizlarning mangulik do'sti edi. Turmushi jafo mushaqqat o'tayotgan kishilar uchun cho'q tasalli edi. Kubayashi İsa'ning she'rlari mangu hayot. Bu dunyoda jafo mushaqqatda yolg'iz o'tayotgan kishilar bo'ladi ekan. Uning she'rlari taqilib turibdi. Shundoq bo'lsa, bu apandi doim ses xotini toptanisini anglab yuriydi ekan. Apa, sana rahmat. Apandi, rahmat devatamsiz? Muşu siz xotinga rahmat demsiz? Ben muşu işimi kelgandilla andil bayqadim. Mening baxt ta'limni shu ayol berib demasmi? Buni de siz menga deb berdingiz, Ondaq sen yer olmaydi ekansan da. Menga kerakligi yanala she'rkan. Rost, she'r mening boylig'im. Agar meni o'gay opam bilan ukam, ya'ni bermay uydan qo'g'lab chiqadi deb qarsanglar, xadalashgan bo'lasizlar. Dal ular menga qimmatli narsani so'q qilgan emasmi? Shulan demsa. Shundaq. Agar shu bag'ritash o'gay opam bo'lmagan bo'lsa, menmi hech nimani she'r qilib yozolmagan bo'lardim. Raif hazratlari, mening o'gay opamga yo'lga rahmatimni yetkazib qo'yasiz. Sen bundan keyin qanday qilay deysa? Jahon keziman. Terishchilik qilganlar terishchiligini qilsin. She'r yozganlar yana jahon kezib yurib she'risini yozsin. Apa, mayni, aman bulunla. Nima gap bu, Rahim?
Men onunğa hech qanday yaxshilik qilmagan tursan. Balkim bag'ir tashlik qilganligingizdan bo'lish kerak. Gepining chiroyliligini. Ya bämisam tex rahmat depdi. Cho'qim yana yangi sayrang o'ylab topgan edi. Oh, kechikib ketdi, o ketdi. Ichiga kirib qarab baqayli. Oh, bu uy paskina emaskan. Qaranglar buningga Esa sherizib qo'yibdi. Men xat tonimayman. Rahib, o'zingiz o'qib bering. Ma'qul. O'ruq tuqquni yo'q, qushqoch. Men bilan birga o'ynag'in. Meningmi o'ruq tuqqanim yo'q, bak zerkiman. O'ruq tuqqanim yo'q, bak zerkiman. Oh, sen uning dardini tushundingmi? Mayni! Aka! Aka, qaytib kel! Biz birga terrorchilik... Aka, qaytib kel! Birga terrorchilik qilaylik! Mayni! Doğrusu o zerikipti. Ah, bichora bola. Oq ko'ngil To'zmijaz Isoning she'rlari 150 yil o'tgan bugungi kundami yana bizning ko'nglimizga tasalli beryotdi.